Assalomu alaykum o'rtoqlar, buni ko'ryapsizmi? Mana. Men doim maqtayman. Telba teskari dorilarni ichib olib, oshqozon yarasini otirib olganlar uchun, ichayli yara qilib tashaganlar uchun, asab orqali, nerishta orqali oshqozoni 12 barmoq ichida shikastlangan insonlar uchun, qabziyati borlar uchun, grijasi og'riydiganlar uchun. Quritilgan variant tayyor. Yaqinda yangilari ham bo'lsa-da, atay topa olmasangiz mana. Bu o'rtoqlar zubturum. Choyda qadamlab ichasiz mana. Podorожник o'rtoqlar, mana ko'ryapsizmi? Podorожник. Choyda qadamlab ichasiz. Davleniyani tushiradi. Ozgina novvot qo'shib qo'ysangiz agar kuniga 3 mahal. 2 oy davomida kamida iste'mol qilib boradigan bo'lsa, oshqozon yarasi, ichay muammosi, ichaydan chiqayotgan o'sha yiringlar bormi, boshqa bormi, qonashlar bormi, yopadi, bartaraf qiladi. Xudo xohlasa shifo bo'ladi do'stlarim. Tabiiy yo'lidan foydalaninglar. Ha, duvoli kimikati tiqavermanglar o'rtoqlar og'zingizdan. Oshqozon ichakka rahmingiz kelsin. Tabiiy shifo, tabiiy ne'mat o'rtoqlar. Alloh taolo barchaga shifo bersin.